Tabriklaymiz, siz Uzum tezkor xizmatiga kuryer sifatida ishga kirdingiz. Vazifangiz oddiy buyurtmalarni butun holda yetkazish, sumkani mijozga topshirguncha ochmaslik va belgilangan marshrutdan chiqmaslik. Ish vaqti kechki soat 9 dan tungi soat 4 gacha. Tungi smena vaqtida o'zingizni xavfsizligingiz uchun ushbu qoidalarga qat'iyan amal qiling. Birinchi qoida: agar kerakli kvartira belgilangan qavatda topilmasa, uni izlamang. Buyurtmani ko'chadagi eng yaqin fonar ostida qoldiring. Agar fonar chirog'i miltillasa, u yerdan ketganingiz ma'qul. Ikkinchi qoida: agar sumkangiz ichida biror narsa qimirlayotgan bo'lsa yoki tovush chiqarsa, uni ochmang. Yo'lingizda birinchi uchragan boshqa kuryerga berib yuboring. 13 daqiqa ichida u sumkadan qutulishingiz kerak. Uchinchi qoida: har 2 soatda ushbu raqamga qo'ng'iroq qiling. Buni yodingizdan chiqarmang. Qo'ng'iroq so'ngida past kulgu eshitiladi. Shundan so'ng telefonni qo'ying. To'rtinchi qoida: agar siz ko'rsatilgan manzilga kelganingizda uydagi har bir oynadan odamlar sizga qarab turishgan bo'lsa, zudlik bilan biror pod'yezd ishiga kiring va podvalga tushib turing. Qachonki lift ovozini eshitsangiz, shunda chiqing. 5-qoida: soat 4 da sizning telefoningizga buyurtma 193 tayyor degan xabar keladi. Kamerangizni ochib, o'zingizni suratga oling va rasmda sizdan boshqa hech kim yo'q ekanligini tekshiring. Agar rasmda xatolik bo'lmasa, smenangizni yoping va boshqa buyurtma qabul qilmang.